Agar siz ushbu 3 ta narsani hisobga olmasdan elektromobillar quvvatlash stansiyasi orqali yuqori daromad olaman deb o'ylasangiz, adashasiz. Bozor holatini o'rganmasdan har qanday stansiyani tanlash eng birinchi xato. Ba'zi hududlarda 22 kilovat quvvat yetarli bo'lsa, boshqalarda 60 yoki 120-180 kilovat kerak bo'ladi. Noto'g'ri tanlov daromadni emas, xarajatni keltirib chiqaradi. Ko'pchilik stansiyani sotib oladi, ammo unga mijoz oqimini qanday shakllantirish haqida o'ylab ham ko'rishmaydi. Chunki stansiya xaritaga ulanmagan, reklama qilinmagan va xarid qilingan kompaniyani mobil ilovasi ham yo'q. Natija, stansiya bor, ishlashga tayyor holatda, lekin mijoz yo'q. Elektromobil oqimi kam bo'lgan yoki kirish noqulay joy stansiya uchun umuman yaroqsiz joy hisoblanadi. Eng ko'p daromad keltiruvchi stansiyalar to'xtash uchun qulay, xaridor oqimi yuqori hududlarda joylashgan. Volt Avto kompaniyasi shunchaki faqat stansiya o'rnatmaydi. Joyni tahlil qilamiz, mijozlar oqimini shakllantiramiz, texnik xizmatni kafolatlaymiz, shundagina stansiya daromad manbaiga aylanadi. Agar siz ham elektromobil quvvatlash stansiyasini xarid qilish orqali passiv daromad manbasini shakllantirishni reja qilib yurgan bo'lsangiz, pastdagi havola orqali hoziroq ro'yxatdan o'ting.